Bismillahirrahmanirrahim. Al-huququl mutaalliqa bit-tarika. Tarikaga aloqador bo'lgan huquqlar. Tarika deganimiz meyit, ya'ni bir kishi o'lib ketgandan keyin uningki nomidagi, shuningki asli shuning hisobidagi huquqlar va mol-mulklardan iborat. Shuning aloqador haqlar qanday bo'ladi? Ya'ni uning mol-mulkini qanday bir taraf qilamiz, tartib qanday bo'ladi? Masalan, oyatlarda min ba'di vasiyati yusabiha aw dayn dedi. Ya'ni vasiyat qilib qo'ygandan keyin yoki qarzdan keyin. Ham bu oyatda Alloh taolo oldi bilan vasiyatni tilga olib, ana qarzni tilga oldi. Amaliyotda qarzni avval qaytaramiz. Qarzni shu meyitning mol-mulkidan elib qarz egillariga qarzlarini berib o'tgandan keyin andan ishib qolganni vasiyat qilamiz. Anandan keyin mirosxo'rlarga mirosni o'lish bo'yicha taqsim qilib beramiz. Oyatda kelgan tartib shu. Undan boshqa yana u odamga huquq ayni bo'ladi. Masalan, boshqalar bir narsa ko'rib qo'ygan bo'lsa, uning qo'lida boshqalar ko'rib qo'ygan naq mol bor. Masalan, bir ta mashina bor yoki uy bor degandek. Yoki boshqa ariyat berib turgan narsa bor degandek. Yoki ayolning talqin berib o'tgan bo'lsa, ayol iddat ishida, u odam o'lib ketdi, uningga nafiqa berish kerak, uy qilib berish kerak degandek. Shu ishlar, shu narsalarmi huquq ayni bo'ladi. Bu bab shu kitobdagi nayda muhim bo'lgan bab bo'lgani uchun kitobning oxirida nayda tafsili bayon qilamiz. Endi bu tartib qaraydigan bo'lsak, jumhurlar bilan Hanbali mazhab olimlariniki o'tirsida hozir o'xshamazlik bor. Faqat huquq ayni bilan tajhizul mayyit, mayitni tayyorlash bu ikkisining tartibi o'xshamaydi. Jumhurlar deydi, oldi bilan buning mol-mulkidan huquq ayni bularni o'z egalariga qaytaramiz. Masalan, go'ri qo'yilgan narsa bo'lsa, uni egasiga beramiz. Ayolniki iddatga ayollarga qism beramiz. Va hokazo huquq aynilarni oxirida tafsili tushundirman inshaalloh. Undan keyin oshqon molni meyitni kepallash setib olish, uni yerlikiga dafn qilgan yer setib olish. Bizning yurtimizda kepal emas, yerlikni yerlik bekallik bo'lgan bilan ba'zi davlatlarda pul sotadi. Dafn qilgan yer sotadi. Uning uchun masalan, u meyitni shu qabristonlarga opog'ichi bo'lgan jarayonda masalan bir davlatdan bir davlatga berish mumkin, undan keyin safar chiqarib ketish mumkin degandek. Shu meyitni dafn qiluvchi bo'lgan yuvish, kepallash, kumush qatorliq jarayonda ketadigan chiqimlarni shuningki meyit qoldirib ketgan mulkidan oldigan gap huquq ayni bir bo'lgandan keyin jumhurlarning qarshi bo'yicha. Undan keyin navbat huquq mursalar keladi. Huquq mursalar deganimiz daynulloh, daynul ibad ikkisini o'chiradi. Bandalarningki qarzi, Allohning qarzi. Buningdimi Allohning qarzini avval qilamdimiz yoki bandalarning qarzini avval qaytaramdimiz deganda buning azroq ixtilof qolgan o'rtasida mazhab orasida bu babni inshaalloh kitobning oxirida tafsili so'zlash to'g'ri keladi. Masalan, Allohning qarzi degan nima desa, masalan, u odam haj qilmadi. Asli haj qilib, puli bor tez qilmadi va bolalarimizni vasiyat qildi. Men vafot ketgandan keyin haj qilib qo'yinglar deb shu hajga bergan shu chiqimni shu puldan oladi. Masalan, bolalardan bir bolasi chiqqani yoki bir kishi uning o'rnida shu pulni ishlatib turib haj qiladi. Yoki zakat var masalan, bir necha yil to'lamay qolgan zakat bor. Mushular uning boshqa narsa kafarat deymiz degandek bular daynulloh bo'ladi. Daynul ibad boshqalardan pul qarz olgan bo'lsa, masalan, qaytarish tegishlik shu qarzlari daynul ibad bo'ladi. Undan keyin vasiyat keldi. Vasiyat qilgan bo'lsa, mol-mulkining 4dan biri yoki 5dan birini faloniga vasiyat qoldirdim degan bo'lsa, vasiyatni o'rinlaydi. Endi vasiyatni Qur'onda avval qarz emas. Vasiyatni avval keltirib, andan keyin bu qarzni avval qaynadan keltirdi. Nishqa degan chog'da qarzning egasi bor. Qarz egasiman. Qarzini bersin deb kelaydi. Lekin vasiyat qilgan kishi uni men vasiyat qilgan deb uni bilmasligi mumkin, deyolmasligi mumkin. Shuning bilan miros taqsim qilgan vaqtida vasiyat qilinuvchi kishining haqqi zayi bo'lib ketmasligi uchun Alloh taolo ta'kidlash sababidan
vasiyatni oldiga keltirgan. Lekin tartibda bandalarniki qarzi avval keladi. Allohu alam. Vasiyatning miqdori Payg'ambar alayhissalomniki Sa'd ibn Abi Waqqasqa degan shu hadisida 3dan 1 mi ko'p deb 3dan 1ni vasiyat qilishi va 3dan 1ning ko'p ekanligini o'tirib qo'ygan. Ya'ni vasiyat qoldirgan shu vasiyat 3dan 1dan mol-mulkning 3dan 1idan az bo'lish kerak. 5dan 1, 4dan 1 degandek 3dan 1dan chiqib ketsa, 3dan chiqib ketsa mesela bo'lmaydi. Lekin 5-chi qatimda shar'iy varislarni shu bo'yicha maras araymiz. Lekin Hanbali mazhabda jumhurlar bilan kaynatki 3 tartib o'xshash, faqat birinchisi bilan ikkinchi o'xshamaydi. Bular deydi, avval meyitniki shu chiqimlari, uni kepirlash, yoki qo'yish, yuvish degandek shu ketadigan chiqimlarni buningdan meyitniki mol-mulkidan chiqaramiz. Undan keyin huquq ayniylarni qaytaramiz deb qaraydi. Qolgan tartib o'xshaydi. Tajhizul mayyit degan chog'da masalan matam rasim bo'ldi deb meyitniki yurib tuqqanlari ziyofat berib, masalan mehmonlarni chaqirib ziyofat berib qilgan bo'lsa, uni o'zining yanchug'idan chiqardi. Uni meyitniki mol-mulkidan chiqarib, masalan undan boshqa yana masalan maxsus o'lik uchun yig'laydigan ayollarni chaqirib yig'ilib pul berib, bu bid'at. Bunda qilib unga o pulga, ya'ni shuning pulini meyitning mol-mulkidan chiqarma desa bo'lmaydi. Bu xato ish. Ham ziyofat berish degandek ishlar bo'lib qolsa, ham meyitniki mol-mulkidan olmaydi, ruh tuqqanlari o'zi xolsa o'zi yanchug'idan chiqaradi. Endi masalan meyit mayli mazhab bo'lsin yoki mazhab bo'lsin, meyitni qoldirgan puli, meyitni kepallash, bu chiqimlari, andan huquq ayni qaytardik. Undan keyin bandalarning qarzini qaytardik. Uni hech nima qolmadi. Hujjat qanday qilamiz? Pul yeb ketdi desa, vasiyat amaldan qoldi, pul qolmagan keyin mirosxo'rlarga hech nima tegmaydi. Yana masalan meyitni yuk kepallab dafn qildik, qarzini qaytardik. Ammo Alloh taolaning qarzini qaytaradigan, sen kafarat deymiz, haj deymiz, vasiyat deymiz. Bu kelgan vaqtida bularni uchib ketadi, chunki pul qolmadi. Ammo masalan qarz boshqa kishilardan qarz olgan bo'lsa, pul azroq pul ochdi, qarz olgan odam bir necha 3 odamdan qarz olgan bo'lsa, 3 odamdan olgan qarz masalan $300 bo'lsa, eshib qolgan pul $100 bo'lsa, mallardan kelib eshib qolgan pul $100 bo'lsa, o chaqda nisbat bo'yicha qarziga nisbat bo'yicha oladi. Masalan, $300 ni 3 kishining oldigan $100 bo'lsa, o jami pulniki har biri 3dan 1ni oldi. Undaqda qolib qolgan pul $100 bo'lsa, har biriga shu $100 niki 3dan 1dan ilashtirib birimiz.